ulgurgan terrasa restoran qurilishi davom etmoqda. Xudo xolasa bir oydan keyin tayyor bo'ladi. Buxorolik, Navoiylik, Samarqand, Toshkent, toza havoni qarang. Ustalarimiz yonida yerda 10 metr go'dak yo'llar atmosferasi. Xudo xolasa menga podpiska bo'linglar. Sohib kanalini qo'yaman. Podpiska bo'lganlar uchun eng asosiy qarash yigitni o'rganish, yigitni bosh nimamiz, ustamiz ro'za bo'lishiga qaramasdan qattiq ishlayapti ustalarimiz. Ustalar uchun bitta like bosib qo'ying, kommentariyada charchamanglar deb yozib ketinglar, bular ruhlansin.